Assalomu alaykum, Centrum Holidays Tour firmasining ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan o'sha Poyzol vokzalining oldidagi rasmiy litsenziyali Centrum Holidays Tour firmasining ofisiga tashrif buyurdik. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyiga juda ham chiroyli chegirmalar e'lon qilingan. Batafsil video davomida barchasini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like va obuna bo'lish esdan chiqmasin azizlar. Biz sizlarga eng ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz azizlar. Bugungi video syomkamizda bizga Nizomiddin hoji akamiz to'liq ma'lumotlarni yetkazadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Barchamasizmi ishlarmi? Hoji aka, hozirgi kunda eng yaqin bo'lgan sanalarga, ya'ni chegirma e'lon qilingan. Ya'ni mana shu chegirmamiz dekabr oyining qaysi sanalariga amal qiladi? Shularni bir qator aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, bizning chegirmalarimiz 25-dekabrgacha amal qiladi. Assalomu alaykum Centrum Holidays ashaddiy obunachilari. Xo'p, bizning hozirgi kunda safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 2 kun Madinada, 12 kun Makka da bo'ladi. Xudo xolasa, biz 25-dekabrgacha chegirma e'lon qilmoqchimiz. Kimda-kim dekabr oyiga niyat qilib ota-onam bilan, aka-ukam bilan yoki oila a'zolarim bilan boraman deysa, bizga murojaat qilinglar. Yana ham qo'shimcha ma'lumotlarni ham beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bunday imkoniyatdan foydalanib qoling. Agarda siz ham niyat qilib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqib joylarini bron qilishlaringiz mumkin azizlar. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi? Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 2 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinadagi gostinitsalarimizni oraliq masofasini aytib o'tsak, 150-200 metrda bo'ladi. Makka shahrida esa 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Bemalol yosh kattalar 5 mahal namozga avtobus xizmatida, yoshlar esa bemalol piyoda ham borib kelsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, to'liq ma'lumotlar ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Xo'p, hoji aka, chegirmamizni e'lon qilamizmi? Albatta. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bunaqa narx to'g'risi dekabr oyida umuman bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Sababi bu siz obunachilarimiz uchun maxsus videorolik bo'lyapti. Xo'p, hoji aka, necha pul qilib belgiladingiz, nechinchi sanagacha dekabr oyiga? Xo'p, 25-dekabrgacha Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda reysi hamda Namangan Jidda hamda Toshkent Jidda reyslarimizni $970 deb belgiladik. Xo'p, $870 vizasi borlarga, vizasi yo'qlarga esa $970 dan bemalol telefon qilib o'z joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Faqat bu narximiz 25-dekabrgacha e'lon qilamiz. Amal qiladi. Hurmatli obunachilar, dekabrda 25-sanasigacha mana shu narxlar amal qiladi. Like bosing, obuna bo'ling va quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling azizlar. Xo'p, hoji aka, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarni bank orqali amalga oshiramiz. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, Telegram, WhatsApp orqali telefonlarimiz ishlab turibdi. Bemalol bizga Zagram pasportlarini taqdim qilsalaring, biz sizlarga Centrum Holidays Bank shot raqamlarini beramiz. O'zlaringga yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirishsalaring, o'sha aytgan kunlarga joylaring sanalaring bron qilinaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, ko'rdilaring. Bundan tashqari, hoji aka, hozir kelganimda aytdingiz, ya'ni maxsus paket ham qilganmiz, ya'ni komfort paket. Albatta. Mana shu komfort paket haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, bu komfort paketimiz vodiy ahlimizga ham e'lon qilamiz, taalluqli bo'ladi. Ko'proq, xo'p, 23-dekabr kuni Farg'ona Jidda orqali komfort paketimizga siz azizlarni ham taklif qilamiz. Xohlagan odam komfort paketiga, xohlagan odam standart plus paketiga bemalol o'z joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, bu komfort paketimiz narxlari $1140 dan deb e'lon qilamiz. Bu paketga nimalar kiradi? Standart plus bilan nimasi bilan farqi bor desalaring, xo'p, Madinada standart plusda 2 mahal ovqat, Makka shahrida 3 mahal ovqat. Bu komfort paketimizda esa Madinada ham, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta, gostinitsalarimiz oraliq masofasida ham farqi bor. Bu necha kilometr deb so'rashlaring tabiiy hol. Xo'p, Madinada 100 metrda, Makka shahrida esa 1 kilometrda gostinitsalarimiz masofasi bo'ladi. Bemalol piyoda kirib chiqish imkoniyati bor sizlarda. O'zlaringga yoqqan paketni tanlov o'zlaringda. Xohlasalaring standart plus, xohlasalaring komfort paketga joylarimiz bor. Qo'ng'iroq qilib o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga to'liq ma'lumotlarni yetkazdik. Agarda videoda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Biz sizlarga keyingi videolarda yana ham yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz azizlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.